Ushbu loyiha Turonbank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Minchiron mahalla fuqarolar yig'ini 35-sonli konturda jami 3 gektar yer maydoniga amalga oshirilmoqda. Ekin turi tarvuz. Bu yerda ekilgan tarvuzlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekilgan ekinlarning holati juda yaxshi holatda turibdi. 120 kun davomida yetishtiriladi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi. Tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada jami 3 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bu yerlar. Loyihaning samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichiga biriktirilgan bo'lib, ushbu yer maydonidan jami 100 million so'm daromad kutilmoqda. Umumiy hosilini umumiy qiymati bir 100 tonna, 120 tonna hosil yig'ib olish kutilmoqda. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jaligining daromadini yanada oshirish rejalashtirilgan.